Nega bu darvozabon eng yaxshilardan biriga aylandi? Edinson Banu draftlar va transferlar do'konidan keldi. Uni foydali play stili bo'lganligi uchun u Kubel va Kurtovaga ketishi mumkin. Plus uni bo'yi 195 sm. Uni har bir kartochkasi yaxshi kelgan. Yoniga qo'shsa, hozirgi kelgan event World's Game eventiga XP olsa ham bo'ladi. Va emblemani to'ldiramiz. Agar sizga bunday formatdagi videolar yoqsa, iltimos bitta like bilan obuna tugmasini bosib qo'ying. Yozgachaning ustida bo'laylik. Nega bu darvozabon eng yaxshilardan biriga aylandi? Edinson Banu draftlar va transferlar do'konidan keldi. Uni foydali play stili bo'lganligi uchun u Kubel va Kurtovaga ketishi mumkin. Plus uni bo'yi 195 sm. Uni har bir kartochkasi yaxshi kelgan. Yoniga qo'shsa, hozirgi kelgan event World's Game eventiga XP olsa ham bo'ladi. Va emblemani to'ldiramiz. Agar sizga bunday formatdagi videolar yoqsa, iltimos bitta like bilan obuna tugmasini bosib qo'ying. Yozgachaning ustida bo'laylik.